Endi bunisiga nima deysizlar endi bunisiga? Donaga nima deysizlar buni makkasiga? Bu yama kirgan sari dona zo'r chiqib boryapti qadrdonlar. Makkasini qaranglar buni makkasini. Qadrli obunachilarimiz. Bu makkani qaranglar. Donni qaranglar, donni. Xudo xolasa ichkariga qancha kirgan sari makkani Siliosti makkasi yana ham zo'r ko'rinyapti mana. Siliosti makkasini qarang. Bu bitta zo'r tomonini aytaymi sizlarga qarang. Ezgan sari Xudo xolasa mol orqasidan o'tib ketmaydi butun. Xudo xolasa zakaslar qabul qilyapti sekin-sekin. Bugungi zakasimiz bu Isizuyimiz Sirdaryo Sayxonobodga. Bu foramiz Buxoro viloyati G'ijduvondan 15 kilometr o'tgandan keyin Piskent tumaniga bo'lish kerak, adashmasam. Xudo xolasa 1250 taga, bunisi 750 ta. Qancha kirgan sari doni zo'r chiqishni boshlayapti mana. Qopdek holatini ham bir qator ko'tarib ko'rsatib qo'yilaveradi. Silos yamamiz hali. Xudo xolasa hali ancha bor.